Yoshlar qanday qilganda iziq turishlarga taqobil tura oladi? Bismillah, alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tövəndə dehqonlarga Şeyx Salih Al-Fawzan hafizahullohning yoshlar duch kelgan masalalar va uning islomdagi choralari risolasidan 5-bob yoshlar qanday qilganda iziq turishlarga taqobil tura oladi demasini o'qiymiz inshaalloh. Yoshlar qanday qilganda iziq turishlarga taqobil tura oladi? Biz oldingi bo'laklarda iziq turishlar shundaqla ularga undaydigan va boshlaydigan narsalar to'g'risida to'xtalib o'tdik. Ba'zilar kishilarni zinoga chaqirsa, yana ba'zilar aroq sharobga chillaydi. Bu xil ahvolda kishi film, jurnal va shahvatni g'idiqlaydigan boshqa narsalarning iziq turishiga uchrab o'tirdi. Shuningdek, aroq, tamaka, zaharlik chekimlik degandek osonla erishkili bo'ladigan narsalarmi bor. Hozir niyati buzuq kishi aeroplan, mashina va yonfon qatorliqlar orqali o'z maqsadiga osonla yeta oladi. Shuning uchun bu iziq turishlarga va yomonlikqa sabab bo'ladigan omillar bilan terkishmak lozim. Tövəndiki nuqtalar yoshlarning bu iziq turishlarga va diqqat chachadigan ishlarga taqobil turishiga yordam berdi inshaalloh. 1. Iziq turishlarning bu dunyodagi ziyonlarini tunib yetish. O'zini fitna, fasad va buzuqchiliklardan qo'g'dashni orzu qiladigan kishiga shu gunohlarni sodir qilishning yoshirin ziyonlarini bilish fursati berish zarur. U bularning ziynini bilsa, uningdan o'zini tortadi. Bu gunohlarning ba'zilari kishining axloqiga va amallariga ziyon soladi. Ya'ni gunoh sodir bo'lganda uning nachar ta'sirlari kishining vujudida ko'riladi. U axloqiy nachar buzuqchilikqa cho'mgan bir sifatida yoki zinoxo'r ham jins sifatida va yoki xotinini ko'ch-ko'ylarda lag'aylab yurgili qo'ydigan dayuz sifatida tonildi-da, qurdoshlari orasida yomon nomga qoladi. Shu vajidan kishi cho'qim o'zini yomon nomga qilishdan saqlashi va gunohlardan saqlanib, solih amallarni qilish orqali bundaq so'z-so'chakka qilishdan yiroq turishi. Buning aksicha yaxshi nom qozonishi, kishilarning tilida yaxshilik bilan ibodatkor, dindor, sharafli kishi sifatida zikr qilinadiganlardan bo'lishga tirishish kerak. 2. Iziq turishlarning oxiratdagi ziynini tunib yetish. Kishi cho'qim o'zining dunyoda bu xil gunohlarni qilish, mayli u nafs xohishi sabablik yoki boshqalarning qutirtishi tufayli bo'lsin, bu gunohni qilish orqali jazoga loyiq bo'lganligini tunib yetish kerak. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bizga bildirganidek, o'tmishdagi nurg'un ummatlarni gunohlar sababli jazolagan. Shundaqla gunohkorlar bu dunyoda jazolanib qolmasdan oxiratda texmi qattiq va sijil azobga duchor bo'ladi. Ajaba mushundaq tonishmu kishining haqqa yepishib botildan va shuningga boshlaydigan narsalardan yiroq turish uchun yetarlik emasmi? 3. O'zidan hisob elish va vijdonini uyg'otish. Kishi Alloh cheklagan ishlarni bilishi va ularga qarata sagak bo'lish kerak. Halbuki cheklangan ishlar to'g'risidagi pokitlar ochiq oshkoridir. U muayyan ishlarning cheklanganligini tunib yetgandan keyin cho'qim o'z-o'ziga shundoq savol qo'yish kerak. Men qandaqmi Rabbim Alloh qilishimni cheklagan ishlarni qila olayman?
Bu ishlarni cheklagan bizni yaratquchi va egimiz Alloh emasmi? Men bularni qilsam Allohning rahmatidan yiroqlashib, jazosiga loyiq bo'lgan gunohkorlardan bo'lib qolmamdim. Alloh subhanahu va taolo tuvandagi so'zida gunohkorlarni jazolaydiganlik to'g'risida ogohlantirmadimi? Tarjimasi: kimiki Allohga va payg'ambariga osiylik qilib, Allohning chek-chegaralarining sirtiga chiqib ketadi ekan, Alloh uni do'zaxga kirgizadi. U do'zaxda mangu qoladi, xo'rlig'ichi azobga duchor bo'ladi. Sura Nisa 14-oyat. Kishining vijdoni uyg'onib, o'z-o'zidan hisob olsa, u muqarrar holda Allohga tavba qiladi va uningdan mag'firat tilaydi. Shundaqla nafsi xohishi uni undigan taqdirdami, u yanala o'zining taat ibodat bilan foydali ishlardan mahrum qilish orqali diqqatini chachadigan ishlar bilan mashg'ul bo'lishini xohlamas bo'ladi. U ana shu ravishda iziqtirishga qarshi tuyg'udek kuchga ega bo'ladi. 4. Iymonning quvvati. Musulmon cho'qim o'zining Allohga, uning farishtalariga, kitoblarga, payg'ambarlarga, o'lgandan keyin terilishiga va taqdirga bo'lgan iymonini kuchaytirishga tirishish kerak. Iymon kuchayganda u kishini yaxshi amallarni qilishga turtki bo'ladi va uni haq yo'lga yetaklaydi. Ondan u o'zining vaqtini zoya qiladigan harom va botil ishlardan yiroq tura oladi. Darvaqa kim yaxshi amallarini kuchaysa, iymoni kuchaydi. Chunki yaxshi amal iymonni kuchlantirdi. Bundaq amallarning misollaridan nafl namozlarni ko'p o'qish, Allohni ko'p zikr qilish, Qur'onni ko'p o'qish va uning ma'nilari haqida tafakkur yurgizish, yaxshilikni buyurib, yomonlikdan to'sish qatorliqlarni sanash mumkin. Bu xil yaxshi amallarning hammasi iymonni kuchaytiradi va iymon kuchayganda kishini solih amallarni qilishga undaydigan omillar kuchlanib, uni nachar ishlarga undaydigan omillar ojizlashadi. Harom ishlar qalbni qasovatlashtiradi. Qaytib ketgan qalb gunohni yaxshi ko'radi va bunda qalbdagi gunohga chillaydigan omillar jonlanib, uni solih amallarga undaydigan omillar ojizlashib ketadi. Shuning uchun qalbingizdagi solih amallarga bo'lgan rag'batni oshirib, itoatsizlikka bo'lgan moyillikni pasaytiradigan omillar haqida izlaning. Biz Alloh subhanahu va taoladan qalbimizni iymon ustida mustahkam turg'izishini, shundaqla bizning Allohga, uning va'dalariga va tahdidlariga bo'lgan iymonimizni kuchaytirib berishini, shuning bilan birga bizni gunoh va xatoliklardan saqlab, dinimizni qo'g'dab berishini, bizni iymonga hidoyat qilganidan keyin qalbimizni haqdan burib etmasligini, bizga o'z dargohidan rahmat ato qilishini tilaymiz. Haqiqatan u eng mukammal ato qilg'uchidir. Biz Alloh subhanahu va taoladan vaqtlarimizni o'zimiz uchun manfaatli ishlarga ishlatishga nasib qilishini, musulmon yoshlarni isloh qilishini, ularni haqni ko'rishga va eng go'zal ravishda Allohga yuzlanishga muvaffaq qilishini, ularni qadrlik ajdodlarning qimmatlik varislaridan qilib berishini, ularning amallarini isloh qilib berishini, ularning qalbini haq ustida mustahkam turg'izishini va ularni ozdirib etmaslikni tilaymiz. Allohning rahmat salomlari payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, uning oilasiga va sahobalarga bo'lg'ay. Alhamdulillah. Yuqorida
Şeyh Salih Al-Fawzan Hafizahullah'ın yoshlar duch kelgan masalalar va uning islomdagi choralari risolasidan yoshlar qanday qilganda iziqtirishlarga taqobil tura oladi temasini oldinglar. Kelar qitimda ikkinchi qo'shimcha g'aflatdan keyingi uyg'onish temasini o'qiymiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.